Ballarım, hergiz korkmanglar. Yağmur yağışdan avval ço'qim amal topaman. Appa, appa. Ballarım, bu daraxt qo'ziqi. Bu bo'lsa bexatar bo'lamiz. Appa, men tushundim. Ovimizning usti ochiq. Yana yo'chiqmi bor. Shunga bo'ron chaqinga uchirmaydi. Ovimiz mustahkam bo'lsa, biz hech nimadan qo'rqmaymiz. Shunda, to'g'ri dedim. Ballarım, yomg'ir qattiq yog'yotdi. Elimi yaxshi oldin tayyorlik qilib olibdikanmiz. Bo'lmasa, hammamiz suvga tushgan mushukdek bo'lib ketarkanmiz. Chig'ida ashundoq aqlliq bo'lgan ekan, odamlarmi ulardan o'rganish kerak. Bu podshohi jin podshohligini mag'lub qilgandan keyin xonlik taxtga o'ltiribdi. Biroq u olamdan o'tgandan keyin kichik shahzoda taxtga chiqibdi. Hey, xon bo'lganning nima foydasi? Ozroqmi erkinligim yo'qkan? Meningmi ot minib, mukishmak o'ynag'im bor. Xontaga deb baqsila, qandoq dedim? Aynili, dadlari olamdan o'tganda sizlarga yaxshi qarshimni topilgan edi. Sho'xlik qilsa bo'lmaydi. Odam bo'lmoq haqiqatan mu qiyin ekan. Yuqorida xon oliylari qilsa, tövanda vazirlar chakki qilayotgan. Masalaga desam baqo, Jo'begim burunli ko'zimga sig'magan. Nima deb uning amali o'sib, xonga yordamlash kerak. Xonning eshkichi hech nimani bilmaydi. Navoda Jo'begim taxtga chiqib olsa, kunimiz tas bo'ladi. Men burunli o'rda sirtiga chiqib palashtirib baqqan. Palchining deyishicha, Jo'begim xonga ziyonkashlik qiladi ekan. U ishkisining sididi bor ekan. Undaq bo'lsa, ko'zimizga qatalgan bu mixni vaqtida elib etaylik. Yaqinda so'z cho'chak tarqalib ketibdi. Uni she'r qilib yezib chiqdi. Xon oliylari ko'rib baqsizlar. Yomg'ir yig'ishdan avval ujmi qo'zig'ini elib olayli. Bu suv kelishdan burun to'g'on sal degan gapkan-ku. To'g'ri aytdilar. Xon oliylari tezdan amal tepib, xoylarning suiqasd qilishining oldini olsalar. Chatoq yo'q, menga topshiring. Bu qushning yomg'ir yig'ishdan burungi tayyorligiga tadbiqlanib yozilgan she'r bo'lib, Jo'gongning hayotini saqlab, uning qora niyatlarining ziyonkashligiga uchrab ketishining oldini oldi. She'rning markaziy ideyasi suvkagicha to'g'on silishdan iborat bo'lib, yomg'ir yig'ishdan burun kichik derizlarni yaxshi o'ngshab, oldidan tayyorlik qilishga simovul qilingan. Kichik do'stlar, bu qoidani yaxshi bilib olinglar. Bo'lamdi. Keyin ko'rishaylik. Xayr xo'sh.